To'pli pol bilan radiatorni alohida temperaturaga, alohida расчетga qo'yishimiz kerak. To'g'ri Abdurasul aytgandek, radiatorning sistemamiz undan oldingi videolarimizda aytganimizdek, radiatorimiz effektivniy ishlash sistemasi bu 50-70 gradus. A teplый polnimizda 30 maksimum 40 gradusgacha. U ham nejelatinni. Shuning uchun biza koteldan chiqib kelayotgan 60-70 gradusni taqsimlab olishimiz kerak. Teplый polga aytganimizdek 30-35 gradus самый kerakli rekomenduемый deydi. Temperatura radiatorimizga 50-60 gradus. Shuning uchun hurmatli kuzatuvchilar, teplый pol bilan radiator sistema qilyapsizmi yo qilinganmi, ishlayaptimi, qilmoqchi bo'lyapsizmi? Mana shu faktorga birinchi navbatda savol beringlar. Qanaqa qilib ajratyapsan? Buni o'zini yo'llari ko'p. Xudo xohlasa, keyingi ko'rsatuvlarda borishsa albatta keyingi ko'rsatuvda batafsil bu to'g'risida ham ma'lumot beramiz.